Odatda bir shahar aholisi haqida ma'lumot ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, yo bozoriga yoki mozorga boringlar deyiladi. Qo'qon bozorlari haqida juda ko'p videolarni ko'rishingiz mumkin. Bugun sizlarga Qo'qon mozorlari, ya'ni Qo'qon xonlarining daxmalari haqida ma'lumot beramiz. Dastlab Daxmai Modaroxon haqida gaplashsak, bu Daxmai Modaroxon maqbarasining kirish qismi hisoblanadi. Daxmai Modaroxon tarjimasi xonning onasi maqbarasi qabri degan mazmunga ega bo'ladi. Bu maqbara Qo'qon xonlaridan Amir Umarxonning topshirig'i bilan qurilishi boshlangan, onasiga atab qurdirilishi boshlangan va Nodira Begim davrida oxiriga yetkaziladi va bu yerda Qo'qon xonligidagi ayollar, malikalar dafn qilingan hazira hisoblanadi. Afsuski bu maqbara bizni davrimizgacha to'liq holatda yetib kelmagan. Faqatgina kirish qismi, ko'rib turganlaring peshtoq qismlarigina yaxshi saqlangan xolos. O'ziga xos Qo'qon uslubidagi koshinlar bilan bezatilgan. Juda ham chiroyli qilinib. Ganj uslubidagi muqarnaslar kirish qismida 8 qirrali yulduz islom ramzi ko'pincha. Eng diqqatga sazovor joyi bu maqbaraning gumbaz hisoblanadi. Sufizmdagi abadiylik timsoli, e'tibor bering, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bunaqangi ichki gumbaz bezagi boshqa hududlarda juda ham kam uchraydi. Sharq me'morchiligida binolarning yon qismidan peshtoqning yuqori qismiga chiqadigan kichik yo'lakchali zinalardan yo'l qilingan. Afsuski, koshinlar yana biroz zararlangan ko'rishimiz mumkin. Gumbaz qismi, tepa qismiga chiqib oldik. Pastda hozir qabrlar tiklab qo'yilgan. Devor qoldiqlari asosida devor yo'nalish qilingan. Mana shu tarafdan aylanasiga maqbara joylashgan bo'lgan. Afsuski, bu maqbara bizga yetib kelmagan. Bu yerdan olingan qabr toshlar hozirgi Xudoyorxon saroyida joylashgan muzeyda saqlanadi. Daxmai Shohxon Qo'qon xonlarining maqbarasi. Daxmai Shohxon degani shohlar daxmasi, maqbarasi degan mazmunga ega. Mana bu yerga yetib keldik. Uslubiy jihatdan Modaroxonga o'xshab ketadi. Uslubi nuqtai nazaridan kirish qismi peshtoq bilan kirib boriladi. Darvozasi asl holatda saqlangan. Milliy uslubda bezaklar bilan bezatilgan. Umarxonning topshirig'i bo'yicha rivoyatlarga ko'ra aynan darvoza oyoq ostida Umarxon dafn qilingan. Ya'ni hokim yer bilan aralashib ketsin degan mazmunda mana shu yerga dafn qilishni vasiyat qilgan ekan Umarxon. Lekin ichkari qismida ham Umarxonning qabri mavjud. Darvozaxona qismi gumbazga e'tibor beramiz, naqshli qilib ishlangan va peshtoq yuqori qismida arab imlosida bitiklar bor. Darvoza naqshlariga e'tibor beramiz va naqshlar orasida e'tibor bering, arab imlosida bitiklar. Darvozaning bu toqisida ham xuddi shunday bitiklar. Va Daxmai Shohxon deyotgan Qo'qon xonlari haqida ma'lumot qisqacha. Muhammad Shohrux bin Yashur Muhammad Otalardan boshlab Otaliq bin Muhammad Olimxon
Bu Muhammad Olimxon o'g'li. Aslida bu maqbara Amir Umarxonning topshirig'i bilan qurilishi boshlangan, otasi Norbutabiy uchun qilingan va keyinroq Nodira begim davrida tugallanadi. Norbutabiy va uning avlodlari asosan dafn qilingan. Ungacha bo'lgan Qo'qon xollari hozirgi Xudoyorxon o'rdasi yaqinidagi Daxmay Oliyda bo'lgan. Mana Muhammad Shohruxbeydan boshlab Abdurahimbek, Abdukarombek va Norbutabiygacha bo'lgan Qo'qon xollari Daxmay Oliyda bo'lgan, lekin ruslar shaharni egallab yangi shahar qismini qurilayotgan paytda Daxmay Oliy buzib yuborilgan va buning natijasida Daxmay Oliydagi Qo'qon xollari xoklari ham bu maqbaraga olib kelib ko'milgan. Daxmada mana masjid qismi ham bor. Musulmonlar idorasi tomonidan ogohlantirish, bizda uchraydigan ko'p bidat amallarni, noto'g'riligi haqida eslatma, qabrga sig'inish, chiroq qo'yish, daraxtlarga band bog'lash, ochiq kiyimlarda kirib kelish. Yoshligimizdan eslayman, yoshi katta ayollar bu yerda kelib dumalab, shunga o'xshagan bidat amallarni qilishgan. Hozir kunda bormi yo'qmi, lekin hozir bilmadim. Ko'rishlari mumkin. Said Muhammad Umarxon bin Muhammad Norbutaxon. Mana shu maqbarani qurdirgan Qo'qon xoni amiriy taxallusi bilan ijod qilgan. Yuqorida aytganimdek, darvozadan kirishda dafn qilingan degan rivoyatlar keltiriladi. Ehtimol mana shu uchun ham darvozani shundoq biqinida darvozaxona qismi, darvozani biqiniga mana qabri qo'yilgan. Qabr sag'anasi. Muhammad Amirbek bin Said Muhammad Alixon, Qo'qon xoni Muhammad Alixonning o'g'li. Bilasizlar, 1842-yilda Qo'qon xonligida juda katta fojia bo'lgan. Buxoro amiri Nasrullohning buyrug'i bilan Muhammad Alixon va uning farzandlari, oilasi butunlay qirib tashlanadi. Muhammad Alixon bin Said Muhammad Umarxon, Muhammad Umarxonning Amir Umarxonning o'g'li. Qo'qon xonligini 1822-42-yillarda boshqargan. Uning davrida Qo'qon xonligi sharqqa tomon yurish qilib, hozirgi Shinjon Uyg'ur, Sharqiy Turkiston hududlariga kirib boradi va Xitoyni taslim qilishga muvaffaq bo'ladi. Aynan shuning uchun ham Muhammad Alixonga qozi, ya'ni Uyg'urlarni ozod qilganligi uchun Uyg'ur musulmonlarni mana shunday taxallus oladi. Sulton Mahmudxon bin Said Muhammad Umarxon, Umarxonning ikkinchi o'g'li. Mana bu maqbara ichidagi maqbara esa Muhammad Norbutaxon Bahodir maqbarasi. Aynan mana shu odam uchun mana shu maqbara tiklanishni boshlagan. Norbutabiy yoki Norbutaxon Qo'qonning eng mashhur xonlaridan biri. Aynan uning davrida to'kin sochinchilik davri boshlangan. Qo'qon xonligi sharqqa va g'arbga tomon kengayib, ichki muhit juda ham yaxshilanadi iqtisodiy jihatdan. Aynan uning o'g'illari Olimxon va Umarxonlar davrida Qo'qon xonligi yuksalib, O'rta Osiyoning eng yirik davlatlaridan biriga aylanadi. Abdulkarim Bahodirxon bin Shohrux Muhammad Bahodir, Qo'qon xoni, Qo'qon xonligini 1733-yillarda boshqargan. Aynan bu xok ham aslida Daxmay Oliydan ko'chirilgan. Aynan Qo'qon shahri alohida poytaxt sifatida shakllanishni boshlaydi bu davrda. Said Malla Xudoyorxonning ukasi. Xudoyorxon bilan bir necha bor
nizolarga borgan. 1858-62 yillarda Xudoyorxondan taxtni tortib olib, Qo'qon xonligini boshqargan Qo'qon xoni hisoblanadi. Muhammad Murodxon Olimxonning o'g'li 9 kun Qo'qon xoni bo'lgan, eng kam Qo'qon xonligini boshqargan xon hisoblanadi. 1845-yilda, afsuski u ham ichki nizolar natijasida o'ldirilgan. Muhammad Shohruxxon bin Ashur Muhammad Otaliq Qo'qonning birinchi xoni. O'sha paytlarda Bi deyilgan. Aynan mana shu odam 1709-yilda Farg'ona vodiysida Qo'qon xonligiga asos solgan hisoblanadi. Abdulkarim Bahodirxon Shohruxbeyning o'g'li. Aynan uni davridan Qo'qon xonligi boshqa hududlarga yurish qilib, kengayishni boshlaydi. Jumladan g'arbga O'ratepa, Xo'jand tomon yurish qilgan, hatto Samarqand, Shahrisabzgacha kirib borib, u yerlarni Qo'qonga tobeligi haqida shartnoma imzolashga majbur qilgan xon hisoblanadi. Shohmurodxon Qo'qon xonligida qisqa muddat hukmronlik qilgan xonlardan biri. Erdonabiy Qo'qon xonlaridan 1752-53 yillardan 63-yilgacha bo'lgan davrda Qo'qon xonligini boshqargan. Uni davrida hudud sharq va g'arbga tomon kengayib, Xitoy va boshqa davlatlar Qo'qon xonligini rasman tan olgan hisoblanadi. Rustamxon Muhammad Norbutabiyning o'g'illaridan biri hisoblanadi. Endi bu yerda ko'proq Norbutabiyga atab qurilganligi uchun Norbutabiyning o'g'illari, farzandlari ko'proq uchraydi. Otaliqbek Muhammad Olimxonning o'g'li, Norbutabiyning nabirasi. Muhammad Abdurahimbiy Qo'qon xonlaridan. Yodgorbek Norbutabiyning o'g'li. Muhammad Olimxon aynan mana shu shaxs tomonidan Qo'qon xonligi rasman xon rutbasi bilan yuritilishi boshlandi. Aynan Muhammad Olimxon 1805-yilda Toshkentni egallash natijasida Qo'qon xonligi hududi juda ham kengayadi va buning natijasida rasman Qo'qon xonligi xonlik maqomi bilan atalishni boshlagan. Ungacha Qo'qon xonlari biylar deb atalgan. Muhammad Aminbek Norbutabiyning o'g'li. Sher Muhammad Alixon ibn Said Muhammad Hojibiy Xudoyorxonning otasi. Qo'qon xonligini 1842-45 yillarda boshqargan Qo'qon xoni hisoblanadi. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening.